Qizlar, bu aktualni именно soch va badan uhudi bo'ladi. Chunki hozir men sochimni har xil maskalar qilyapman va o'stiryapman. Shunga qarab juda ham ko'p savollar keladi. Qanaqa maskalar qilyapsiz? Qanaqa masla qilyapsiz? Badan uchun har xil skrablar so'raysizlar, qaysi yaxshi, qaysini rekomendować qilasiz? Va shu uchun men sizlarga отдельно aktualni qilgim keldi. Aktualni degani mana profilimga kirasizlar, mana bu yerda okошкалар turibdi. Bu yerda hozircha meni informatsiyalarim, o'zim haqimda qanaqadir informatsiyalar, shu uchun bu aktualni sizlarga полезныйroq, foydasi bo'lsin, bu yerga kirib turishlaringiz uchun men sizlarga mana shunaqa ma'lumotli aktuallik qilmoqchiman. Bundan keyin yana yuz uchun uhud bo'ladi hamda обучение blogerствoni shunaqa narsalar bo'ladi. Shu uchun kirib turinglar. Endi men o'zimni sochimni, kojamni tipini aytaman. O'shanga qarab sizga bu maslahatlarim, bu uhudlarim to'g'ri keladimi yoki yo'qmi, o'zlaringizga решать qilasiz. Sochlarim, kornim tez yog'lanadi. 2 kun, 3 kunga yog'lanadi. Uzunasi esa quruq bo'ladi. Shu uchun men juda ham ko'p uzunasiga maskalar, uhodlar qilaman. Korniga mana shunaqa rozmarin yog'ini qilaman. Rozmarin yog'i juda ham katta foyda beradi o'stirishga. Bitta banочкangiz tugadi. Всё. Keyin уже boshqa narsani olsangiz bo'ladi. Almashib turish kerak, chunki bizning tanamiz shunaqa bo'ladiki, что bitta narsani qilaversangiz, o'sha narsaga ko'nikadi va o'shanga reaksiya bermaydi. Shu narsaga tugagancha qilasizlar, keyin уже boshqa qanaqadir aptechniy nimadir qilasizlar yoki dam berasizlar. Bir oy, 1,5 oy, keyin yana qilasiz. Sochni длиннasiga qizlar. Iltimos, bu juda ham muhim narsa. Faqatgina maska ishlatamiz, balzam bo'lmaydi. Nima uchun maska? Maska pitach qiladi, ichidan kiradi. Balzam bizga kutikulani, sochni kutikulasi bo'ladi. O'shani prosta yopib beradi. Juda ham katta ahamiyat. Yaxshi maskalarga beringlar. Agar sizlarning ham sochlaringiz поврежденный или quruq bo'lsa. Любой maskani olamiz. Mana bu yerda menda repeyное масло. Agar sochingiz to'q rangda, qora rangda bo'lsa, bemalol ishlatsalaringiz bo'ladi. Blondin bo'lsa masla bo'lmaydi, faqat maska bo'ladi. Chunki masla blondinkalarni sariq qiladi. Shu uchun lучше masla ishlatmanglar agar siz blondinka bo'lsalarsizlar. Birga bir qo'shaman, ikkalasini ham полностью uzunasiga surtaman. Mana bu hammasini birinchi ildiziga mana shu rozmarin maslasini qilaman. Keyin uzunasiga mana buni qilaman. Haftaga 1 yoki haftaga 2 qilaman. Agar men sochimga qanaqadir lak, pak, uhud nimadirlar, fiksatorlar qilgan bo'lsam, haftaga 2 ham qilishim mumkin. Nimadirlar qilmagan bo'lsam, haftaga 1 yetadi. Endi shampunga kelsak, qanaqa shampun ishlatishni tavsiya qilaman. Faqatgina o'zingizning tipingizga mos professional katta shampun olinglar, chunki birinchidan katta объем sizga ko'pga ketadi. Plus mana bu Schwarzkopf, Head and Shoulders ularda agressivniy narsalar juda ham ko'p. Da ular sizlarga qanaqadir объем или nimadir berishi mumkin, lekin keyinchalik ular sizni sochingizni yomon ahvolga, hamma kerakli maska nimalarni yuvib tashlab, sochingizni yanada yomonlashtiradi. Mana professional shampunlarning ichida kerakli narsalar bo'ladi va ular sochni qanaydir uhod qiladi-da. Даже shampunlar, professional shampunlar sochni qanaqadir uhod qilib, nежно yuvadi. Qaranglar, maska bizning sochimizni ichkaridan pitach qiladi, balzam bizning kutikulamizni yopib beradi. Agar mana shu kutikula yopilmasa, bizning kutikulamiz ochiq bo'ladi va ular повреждаться qiladi. Fen qilasizlar, boshqa narsa qilasizlar va shu uchun ular повреждаться qiladi. Kimdir aytishi mumkin, bu marketing, ishonmanglar, tuda-suda deyishi mumkin, lekin sizning sochingiz поврежденный bo'lsa, sizga именно mana shunaqa etap kerak. Da kimnidir sochi природный zo'r, kachествоsi mazza, ular qilmasliklari mumkin. Lekin men faqatgina поврежденный sochlar haqida aytyapman. Hech qiling, bularni hammasini qildingiz, sochingizni yuvib, dushdan chiqdingiz. Birinchi bo'lib biza mamnaqa qanaqadir spreyingiz bo'lsa, обязательно shunaqa sprey qilamiz. Muslima opadan olganman, sochni o'stiradigan sprey. Juda ham yaxshi, lekin bunga ham уже meni sochim ko'nikdi, shu uchun bunga перерыв qilib turaman. Mamnaqa menda ikkita несмываемый krem desam ham bo'ladi soch uchun. Menga mana bu juda ham yoqdi. Juda ham просто. Men o'ylamagandim, что 500 rublga где-то 50-60 ming shunday. Shunga shunchalik yaxshi spreyda 15 tasi birda. Bu Olin mamnaqa narsalar bor-ku, chiqqan populyarni o'shalardan ham zo'r. Bu narsani faqat na zakaz qayerlardan topishlaringiz mumkin. Bu narsa ham zo'r, bu professional, bu именно поврежденный sochlar uchun. Shu uchun bir marta boshimni yuvgan paytim buni qilaman, bir marta yuvgan paytim buni qilaman. Чередовать qilaman. Sana faqatgina kolorist или parikmaxirlar orqali zakaz qilishlaringiz mumkin.
Bu haqida ham gapirib o'tay. Bu razglajивающий krem именно укладка uchun. U dafar men укладка qilganim, объемni ko'rgan bo'lsalaringizlar, prям ushlashi, объемni, sochni hech qanaqa jirni qilmaydi. Buni faqatgina nam sochga qilasizlar, keyin quritib, объем berib quritib, keyingina faqat bigudi nimadirlar qilasizlar, bu zo'r ushlab beradi. Oxirgi narsa soch uchun bu fen. Ko'p kishi aytadiki, fen ham sochni buzadi, unaqa qiladi, bunaqa qiladi, lekin bu mif. Qizlar, agar sizlar sochlaringizni kechasi yuvsalaringizlar, обязательно quritishingiz kerak. Chunki birinchisidan nam tortadi boshlaringiz, ikkinchisidan sochingiz yotgan payti sinadi va buziladi. Ikkinchisi, kunduzi siz sochingizni yuvgan bo'lsangiz, mayli haroratida siz quritishingiz mumkin, lekin oxirida обязательно fen qilishingiz kerak. Nima uchun? Chunki fen ham sizni sochingizni xuddi balzam vazifasini qiladi. U kutikulani yopib beradi. Shu narsa uchun biz обязательно fen ishlatishimiz kerak. Issiq qilmanglar, da gradusini pastroq qilinglar, lekin fen bilan kutikulani yopish kerak. Badan temasiga kelsak, ko'p odamlar hamma joyda fizически o'zlarini hidlarini sezmaydilar, faqat atrofdagilar sezishi mumkin. Shu uchun sizdan qanaqadir yomon hid kelmasligi uchun особенно yozda mana shu etaplarni qilishingiz kerak. Birinchisidan siz yaxshilab badaningizni очищать qilishlaringiz kerak. Yaxshilab skrab qilishlaringiz kerak. Skrabni ham har kuni qilmanglar. Haftaga 2 marta yoki 1 marta kojangizga qarab. Meni kojam bolli suxoy, shu uchun haftaga 1 marta qilaman. Agar ko'p qilsam, yanada suxoy bo'lib ketadi. Hozirda menda mana shunaqa mikserdan juda ham zo'r, yaxshi qiladi hamda qanaqadir увлажненный maslacha qoldiradi o'zidan keyin. Yana The Act'ni skrablari ham zo'r, juda ham menga yoqadi. Gel для душа, qizlar, gel для dushani ko'p kishi badanni o'ziga qiladi. Но на самом деле gel для dushani именно machalkaga qilib, o'shani penasi bilan biz badanimizni yuvishimiz kerak. Chunki agar o'zini qilsangiz agar, mana bu lipki sloyi badandan ketmasligi mumkin. U narsa bizani badanimizga раздражение berishi mumkin. Ko'p kishi intim gelni ignorirovat qiladilar. Chunki tipa gelda dusha bor-ku, o'sha narsa yuvib ketadi. Yo'q qizlar, bizga intim gel kerak обязательно, chunki bizga pHni tushirib, kislotnosini hammasini tozalab berish kerak. Endi podrobno bu yerda aytib berib bilmayman. No, iltimos o'qinglar. Nima uchun imенно intim gel kerak? Har xil zapahlar, har xil qanaqadir nimadirlardan olish uchun imенно gelda dusha kerak. Men 2 oydan beri faqat mana shuni использовать qilaman. Hidi ham, o'zi ham va shu superski. Shu uchun agar olmoqchi bo'lsalaringizlar, mana screen qilinglar. Keyin badan uchun eng kerakli narsa bu krem. Agar kojangiz suxoy bo'lsa, haftaga 2-3 marta krem qilasizlar. Agar jirni bo'lsa, haftaga 1 marta yetadi. Menda kremlar, losyonlar almashadi, chunki men har xilini испытать qilaman, keyin menga har xil narsaga borishadi, o'shanga qarab menga almashadi. Hozir meni любимчикim, real menga bu juda ham yoqdi. Hidi настолько стойкий, что hech qanaqa duxi ham kerak emas bundan keyin. Ham yaxshi pitach qiladigan, o'zidan keyin qanaqadir jirni, lipki narsa qoldirmaydi. Keyin badan uchun har xil mistlar bor, shunaqa tip odamlar, qizlar, что badaniga nimadir sepsa, nimadir to'shadi, раздражение beradi. Shu uchun o'zlaringizni tipingizga qarab olinglar. Agar sizni badaningiz normalniy reaksiya qilsa, agar bemalol sprey mistlar olib qilsalaringizlar bo'ladi. Har buni ham men qayerdandir olgandim, ilmanga yuborishgan bilmadim. No, hidi yaxshi ekan. Prям stoyki, hech qanaqa duxi kerak emas. Imенно dushdan keyin mana shu narsalarni qilsalaringizlar, juda ham ko'p vaqt badaningiz svejiy turadi. Qayergadir borish oldin qilsalaringizlar, bunchalik effekti bo'lmaydi. Shu uchun imенно dushdan keyin toza badanga bu narsalarni qilish kerak.